Voy, to'xtang, kalom olib kelib bermaysizmi? Bugun qizlar bilan choyxonada yig'ildik. Voy, to'xtang, kalom olib kelib bermaysizmi? Ey, qanaqa kalam? O'z choyxona deganda xayoringizga birinchi nima keladi? Men choyxona deganda faqat chollar keladi deb o'ylagandim. Erim har oy kiyinishlarini tushunaman. Men choyxonaga faqat erkaklar keladi deb o'ylardim. Erim soat 2-3 da kelishlarini tushunardim. Faqat osh yeyiladi deb o'ylardim. Faqat erkaklarga choyxona bor deb o'yladim deyli, yuringlar, man sizlarga ayollarga ham o'z choyxonalarni ko'rsataman.